bugun 3 ta olimpiyskiy chempionini bittada lёгкий qilib video obzorini qilamiz va juda ham shirin narxiga uchaloni qo'yib Audi'miz A8 long versiyasi 4.2 объем dvigateli, probeg 280 ming kilometr, narxi $9.900. Audi A6 2008-yil, probeg 270 ming kilometr, motori esa 3.2 litrli pnevmada fulloviy pozitsiya hisoblanadi. Buni narxi $7.900 va juda ham flagman varianti W12 dvigatel 6 litrli 2004-yil A8 longidan polniy full pozitsiyasida, buni narxi esa $8.900. Bu Audi'miz esa stok holatida turibdi. Состояние kuzovnoy вообще chotkiyda. Ozgina elektronikada ishi bor, kelib ko'rasizlar, olasizlar. Mana bu Audi A6miz esa buni nabarot texnik holati yaxshi, bamperlar tuning bo'lganligi uchun ozgina charchabdi. Bunga mehr berishingiz kerak. Old-orqa bamperga va o'zi kuzovga marafet qilish kerak. Va mana bu avtomobilimiz именно A8 Long W12. Bu kuzovi ham normalniy, saloni ham normalniy, lekin buni elektronikasi, texnический именно mana shu detallarni qaratish kerak. Endi hisob-kitob qilib, kelib, ko'rib, xarid qilishingiz mumkin.